Xo'sh, Donald Tramp shuncha dunyodagi konfliktlarga hammasiga aralashib chiqqanidan keyin hozir Board of Peace, ya'ni Tinchlik kengashi degan yangi davlat tuzilmasini tashkil qildi. Va u tuzilmaga o'zi kengash boshqaruvchisi, ya'ni главный hamma qarorlarni qabul qiluvchi odam sifatida o'zini o'zi qo'yib qo'ydi. U kengashga a'zolikni juda ham ko'p davlatlarga taklif qildi, shu bilan birga O'zbekistonga ham. O'zbekiston va Qozog'iston birinchilardan bo'lib bu Trampning taklifini qabul qilishdi. O'rtalar hozir bu kengash o'zi nimaga kerak? Nima uchun qurildi? Uni funksiyalari nimadan iborat? Va O'zbekistonga qo'shilgani bu yaxshimi yoki yomon? Shu haqida gaplashamiz. Ekranga qarab keling. Tramp 2024-yil saylangandan keyin 10 tadan ortiq davlatga harbiy atakalar qilgan bo'lib turib, mana shu 26-yilda kelishi bilan umuman mutlaqo mustaqilligi bor bo'lgan davlatga hujum qilib prezidentini o'g'irlab ketgan bo'lishiga qaramasdan tinchlik o'rnatuvchi prezident sifatida Nobel mukofotini olishga juda ham harakat qildi. Lekin Nobel Peace Prize komiteti Trampga aytdiki, yo'q dedi. Sen hech qanaqasiga tinchlik prezidenti sifatida Nobel ola olmaysan. Hech qanaqasiga no way deydi. Obama oldi. Shuncha konfliktlar bo'lgan bo'lsa ham Obama paytda nimaga endi men ola olmayman deb xullas xarqasha qilishni boshladi yosh bolalarga o'xshab. Va oxir oqibat Venesuelaning opozitsioneri Maria Machado aytdiki, men olganman. Nobel Peace Prize, xolos menikini ola qoldi dedi. Kechagunda Tramp oldiga kelib, ofitsialni o'zini Nobel Prize'ini Trampga sovg'a qildi. Hatto Nobel komitetida haligacha ham uni nomi turibdi. Ya'ni hech qanaqasiga Nobel mukofotlarini birovni nomiga transfer qilish, uni sovg'a qilish, sotish mumkin emas. Shu bilan birga endi Maria Machado aytdiki, mayli, agar sen Venesuelaga boshqa tegmaydigan bo'lsang, meni o'sha yerga lider qiladigan bo'lsang, men senga beraman dedi. Xullas olib kelib berdi. Endi Nobel Peace Prize ololmagandan keyin, ya'ni ofitsial ololmagandan keyin prezident Tramp aytdiki, men nimadir qilishim kerak. Tinchlik prezident sifatida deb hozirda Board of Peace degan tashkilotda, ya'ni yangi xalqaro tashkilotda o'ylab topdi va o'zini o'zi u tashkilotda lider deb atadi. Hammasidan ham kulgili tomoni Board of Peace, ya'ni bu tinchlik xalqaro tuzilmasiga a'zo bo'lish narxi $1 milliard. Ya'ni har bitta a'zo bo'lgan davlat $1 milliard to'lash kerak bo'ladi. Va yana bitta juda ham ko'pchilikda savol tug'dirayotgan narsa, kim bu byudjet bilan raspоряжаться qiladi, ya'ni shu byudjetni kontrol qiladi? Bu hammasi hali katta so'roq belgisi ostida.